$65 milyonga berilmayotgan shved sigirimiz. Maşallah. Realni savdosi bo'lgan. Necha pul narxi aytdingiz aka? Alisherga chaqiryapti. 90 million. 90 million narx aytilayotgan shved bo'g'oz sigirimiz 65 million. Realni savdosi bo'lgan mana. Shuncha pul olayotgan odamga rahmat bering. Bering aka. Nechinchi bolasiga bo'g'oz? Birinchisiga hali xunajin ekan. Yuzingiz olganim yo'q. Asizammi? Ha, o'g'li qilyapsiz. Mashida men ham. To'ppa. 75 million pul so'radi. To'ppa. Pulim beradi. To'ppa. Qayda mol ekan? Oltin maslahatda mol. Oltin ko'ldan. Moling bormi desa bor deydi. Bor deydi. Necha oylik bo'g'oz ekan? Biri 8-oy, 9-oyga o'tdi-da, shu oy kiribdi. Mashallah. Hurmatli obunachilar, 90 million narx aytilyapti mana shvedimiz. 65 million so'm realni savdosi bo'ldi, bermadi. 8-oyga birinchi bolasi ekan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi molimiz mental xunajin. Hozir ma'lumotlarni olib beramiz. Necha oylik bo'g'oz ekan aka? Qisirmi? Xunajin ekanda hali. Necha pul narx aytyapsiz? Bozor necha pul berdi? Bozor hali pul bermadi, 40 million so'm kam bor ekan. Necha oylik yo yoshini o'tganmi? 2 yashar. 2 yashar. Kuray buzibdimi? Kuray buzgan ekan. Sigir qilishga arziydigan mol ekan. Güzel. Hurmatli obunachilar, 57 million so'mga sotilgan sigirimiz. Nechta sutga berildi aka? 15 ta. Bolasi buqa. Kanal. Mo'jizaviy kanal. 57 million so'm. Navbatdagi molimiz, hurmatli obunachilar, shved bo'g'oz xunajinimiz. Ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Necha pul narx aytyapsizlar aka? 65 million so'm narx aytilayotgan. Bozor necha pul berdi? 50-55 so'm. 50 million bilan 55 million o'rtasida. Mana. Shved ishqibozlari. Necha oylik bo'g'oz aka? 5-oyga o'tyapti ekan. Sharxon Xoldonbek Cho'jamol bozoriga kelaverasiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi bo'g'oz xunajin ekan, uchovi ham ma'lumotni olib beramiz. Uchalasi ham bo'g'ozmi aka bulardi? Qaysi biri? Angus qisir. Bu ikkala shved bo'g'oz. Necha oydan bo'g'oz bular?
Neredeyse 6,5 oy. 7,5 oyga 6,5 oylik bo'g'oz ekan. Birinchisiga ham aka. Mana. Bu ostlari ham zo'r ekan bu. Hangisiz qisir ekan, buni ham osti udar ekan. Nech bilan narx aytasiz aka bularga? 50 million. Nargisigachi? 40 million. Bozor nech puldan berdi? Qancha? 45 million. Bunga 45, nargisigachi? Bunga 31 million. 45 millionga 31 million savdosi bo'lib hurmatli obunachilar. Mana. Lekin mollar katta mollar, buni bo'yi 1.45 plyus chiqadi. Bu 1.40 ga yaqin. Qaydi mollari aka? Namangan. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeringiz. Sotib yuborasiz. Sotib yuborar ekansiz. Hop, hurmatli obunachilar, navbatdagi molimiz semental yangi tuqqan variantdan ekan. Bolasi xunajin. Polvon bu nech pulga bordi? 60 millionga. Bo'lgan savdosi narx aytyapsizlar. Ikkalasi ham sizlardan. Sementalni bolasi xunajin ekan. Ikkovini ham bolasi xunajin ekanda. Qora ola semental. Mana. Nargini suti nechta sementaldik aka? 15 tadan 2. 15 tadan 2 Nech puldan narx aytyapsiz usiga? Usiga 50 million, usiga 65 millionga 50 million so'm narx aytilyapti, hurmatli obunachilar. Bozor nech puldan berdi? Ha, dada savdo qildi, xabari yo'q ekan bu bolalar. 15 tadan suti bor. Mana hurmatli obunachilar, yana navbatdagi gigant bo'g'oz sigirimiz. Mashallah. Ekranga sig'maydi. Bular fikr yaratilyapti. Aka nech pul deyapsizlar buni? Bozor nech pul berdi? 80 million so'm narx aytilyapti. Hurmatli obunachilar, 69 million so'm bozor pul berdi. Navbatdagi semental sigirimiz bo'g'oz, hurmatli obunachilar, savdosi bo'lyapti. Hozir narx-navosini bilib beramiz. Beraman deb aytaverasiz. Men hozir durib savdo qilyapman. Sen nima deding lochin? 54 million. Ish bitam bitmaydimi? Yo'q, metrga bo'lmaydi. 60 ga bitami? 54 million so'm savdosi bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Odam olib nima qilish kerakmi? Narxlarni mana tekirgan ekan. Real savdosi. Hayvonni unga baylab qo'yib, borib yatib qotishni olaman. Hurmatli obunachilar, yaqin qo'ygan bo'g'oz ekan. 54 million so'm savdo bo'lyapti. Mana. Kichkina mol emas, pul ham kichkina emas. Olti oylik ekanmi aka? 6 oylik ekan. Bor. Ha, hurmatli obunachilar, 55 million bo'ldimi aka? Necha oylik bo'g'oz ekan? 6 oylik 55 million so'mga sotildi. Bunga qancha ekan?
Mana akalar savdolar avjida. Nechta yo'lga berasiz? Aka balandroqqa berganim yo'q. Aka mana hovlizona gapiryapman. Aka balandroqqa berganim yo'q. Gapiryapsiz. Aka ko'tidan ham 60 million. Chista bo'lmadi. Qanday? 61 million berdi. 61 million olaysiz. 60 million savdosi bo'lyapti. Böyle 60 milyon aytgan berish oson. Gap bo'lsa gapiring. 61 million Gap 61 million realni savdosi bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, navbatdagi molimiz shved ema bola. Nechta deyapsizlar buni? 55. 55 million so'm narxi aytiladi. Bolasi novvosmi unadi? Enasi bo'g'ozmasmi? Yo'qsi. So'rgina qo'yiladi. 55 million so'm narxi. Nechta suti bor enasi? 10 ta, 8 taga beradi. 8 ta sutga garantiya berishyapti, 10 ta suti bor ekan. 55 million so'm narxi aytiladi. Bozor nech pul berdi? Bozor nech pul berdi? Nech pul? Annom bilmayman, otam bilar. 40 berdiga. 41 bu savdosi, hurmatli obunachilar. Nechinchi bolasi edi? Birinchi bolasi ekan, yosh narsa ekan. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda gibrid, semental, novvoscha xunajinchalar bor ekan, narxlarini bilib o'tamiz. Aka bularni nech puldan narx aytyapsiz? 18 million. 18. Bu ikkovchi. 18 dan to'rtovsi. Sement 15 million. 21. Hurmatli obunachilar, mana novvoschamiz 25 million so'm narx aytilyapti ekan. Rabatdagisiga bu xunajincha ekan, 15 million so'm narx aytilyapti ekan. Bularga 18 million so'mdan qora olaladi. Aka savdosi bo'ldimi bularni? Hali bo'lgan yo'q. Savdosi bo'lgan yo'q. Qiz qalay telefon nomeri aytasizmi? Yo'q. Ha. Bular ham sizlardanmi? Ha? Ha? 20 million. 20 million so'm busi 15 million so'm. Egasi yo'q ekan. Kelaverasizlar Xoldonbek Jo'jamol bozori. Gigant skinlar makoni. Pulizga yarashasi bor. Navbatda semental sigirimiz. Moraga nech pul deyapsiz buni? Buni qilishyapti. Nech pul qilishyapti? 62 million. 62 million. Bolasi buqa. Nechta sutga? 15 ta. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Hurmatli obunachilar, 62 million so'm realni savdosi bo'lyapti ekan. Bolasi buqa, birinchi bolasiga 15 ta sutga ekan. Mana. Gigant bitta mollarni ko'ringlar. Aka bunga nech pul narx aytasiz? 65 million. Bozor nech pul berdi? 48 million so'm bozor pul berdi. Bolasi buqa shved ekan, hurmatli obunachilar. 65 million narx aytilyapti ekan. Bola lekin sutga rosa to'yib 48 million so'm savdosi bo'lyapti.
Aka nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Nechta sutga? 10 ta. Navbatdagi sigirimiz baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar. Nech pulga baraka bo'ldi oshdog'i? Mana simental 61,5. 61,5 ga u sementalimiz baraka bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bolasi Novvoz, hozir video hozir ko'rsatgan sigirimiz. Mana hurmatli obunachilar, mana shu sementalimiz 61,5 million so'mga baraka bo'libdi. Bolasi Novvoz ma'lumotini berib o'tdik. 15 ta sutga. Mana hurmatli obunachilar, realni sotilganlaridan. Olganga ham, sotganga ham Allohning barakasi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi molimiz zotga qiziqqanlarga semental buqa. Novvosimiz necha oylik? Ojdor. Yo'shim bilmaymiz. O'shanligimiz. Nech pul narx aytyapsizlar? 45. 45 million. Nech pul savdo bo'ldi? 35 yoshroq, kamroq. 35 million so'm yon yerda savdosi bo'libdi. Yosh oyini aniqini bilishmayotgan. Mana. Hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, semental xunajinimiz. Uzoqcha. Aka nech pul narx aytyapsiz bunga? Nech pul narx aytyapsiz? 36 dan qilyapti. 36 million so'm. 36 million so'mga berilmayapti, hurmatli obunachilar. Mana shu semental xunajincha. Mana navbatdagi xunajinlarimiz, hurmatli obunachilar, bittasi semental, bittasi qora olib. Oshtoq bu sementalga nech pul narx aytyapsiz? 38 million so'm narx aytildi. Bozor nech pul berdi? 35,5 bu. 35 million 500 ming so'm bozor savdo, hurmatli obunachilar.